Assalomu alaykum. Bugungi brifingimiz davomida O'zagroliziya aksiyadorlik jamiyatida agrar modernizatsiya, moliyalashtirish mexanizmlari va 2026-yil birinchi chorak natijalariga to'xtalamiz. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi agrar sektori tub islohotlar bosqichiga kirib, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda bozor mexanizmlariga asoslangan yangi rivojlanish modeliga o'tish jarayonlari izchil amalga oshirilmoqda. Ushbu o'zgarishlar qishloq xo'jaligida yuqori qo'shilgan qiymat yaratish, resurslardan oqilona foydalanish va fermer xo'jaliklarining iqtisodiy barqarorligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Mazkur jarayonda xalqaro moliya institutlari va yetakchi texnika ishlab chiqaruvchilari bilan hamkorlikni kengaytirish muhim strategik yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. Xususan, O'zagroliziya aksiyadorlik jamiyati hamda John Deere Finance o'rtasida 10 million yevro miqdoridagi moliyalashtirish liniyasini jalb etish bo'yicha erishilgan kelishuv ushbu yo'nalishdagi muhim qadamlardan biridir. Mazkur kelishuv o'z mohiyatiga ko'ra oddiy moliyaviy bitim emas, balki tizimli islohotlarning amaliy ifodasi hisoblanadi. Eng muhimi, ushbu mablag'lar jamiyat tarixida ilk bor davlat kafolatisiz to'g'ridan-to'g'ri jalb etilgan xalqaro investitsion resurs sifatida qayd etildi. Bu esa milliy lizing tizimining bozor tamoyillari asosida faoliyat yuritishga o'tayotgani hamda xalqaro moliya bozorlarida ishonchli hamkor sifatida shakllanayotganidan dalolat beradi. Moliyaviy ko'rsatkichlar va iqtisodiy samaradorlikni tahlil qiladigan bo'lsak, 2026-yilning 1-aprel holatiga ko'ra O'zagroliziya aksiyadorlik jamiyatining moliyaviy ko'rsatkichlarida ijobiy o'sish dinamikasi kuzatildi. Xususan, jamiyatning sof foydasi 10,8 milliard so'mni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 3,3 milliard so'mga yoki 143,5% ga oshgan. Ushbu natija jamiyat faoliyatining samaradorligini ortib borayotganini hamda moliyaviy barqarorlik mustahkamlanayotganini ko'rsatadi. Lizing xizmatlaridan olingan sof tushum 292,9 milliard so'mni tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 148,9 milliard so'mga yoki 203,4% ga o'sgan. Bu ko'rsatkich O'zagroliziya aksiyadorlik jamiyatida lizing xizmatlariga bo'lgan talab ortib borayotganini va texnika bilan ta'minlash jarayonlari kengayib borayotganini tasdiqlaydi. Shu bilan birga xarajatlar samarali boshqarilayotgani ham kuzatilmoqda. Jumladan, davr xarajatlari 30,6 milliard so'mni tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan 7,9 milliard so'mga yoki 79,5% ga kamaygan. Bu esa resurslardan oqilona foydalanish va ichki boshqaruv tizimining takomillashganidan dalolat beradi. Jamiyat aktivlari hajmi ham sezilarli darajada oshgan. 2026-yil 1-aprel holatiga aktivlar 7 trillion 455 milliard so'mni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 4 trillion 633,4 milliard so'mga yoki 160,9% ga o'sgan. Texnika yetkazib berish va modernizatsiya ishlari 2026-yilda hududlarga 3600 dona zamonaviy qishloq xo'jaligi texnikalarini yetkazib berish bo'yicha tizimli ishlar tegishli vazirlik, idoralar va mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonalar bilan hamkorlikda olib borilmoqda. Joriy yilning 1-aprel holatiga ko'ra, yil boshidan buyon 1257 dona qishloq xo'jaligi texnika va agregatlari o'z egalariga yetkazib berildi. Rejaga nisbatan soni bo'yicha o'sish 157,1%, qiymati bo'yicha esa 162,6% ga o'sdi. Bu esa texnika bilan ta'minlash sur'atlarining sezilarli darajada oshganini ko'rsatadi hamda qishloq xo'jaligida mexanizatsiya darajasini yuksaltirishga xizmat qilmoqda. Texnikalardan samarali foydalanishni ta'minlash, ularning harakati va ish jarayonlarini real vaqt rejimida nazorat qilish maqsadida GPS monitoring tizimlarini joriy etish ishlari izchil davom ettirilmoqda. 2026-yil 1-aprel holatiga respublika bo'ylab jami 400 dona qishloq xo'jaligi texnikasi GPS qurilmalari o'rnatildi. Mazkur tizim texnikalardan foydalanish samaradorligini oshirish, yo'qotishlarning oldini olish hamda texnik xizmat ko'rsatish jarayonlarini optimallashtirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuningdek, O'zagroliziya aksiyadorlik jamiyati tomonidan lizing asosida yetkazib berilgan texnikalarning texnik holati nazorat qilish doimiy e'tiborda. 2024-yil 1-aprel holatiga ko'ra hududiy filiallar orqali yetkazib berilgan texnikalar soni
soni 17.044 donani tashkil etgan bo'lsa, 2026-yil 1-aprel holatiga kelib, shundan 3.859 dona texnik monitoring ko'rigidan o'tkazildi. Bu jarayon texnikalarning uzluksiz ishlashini ta'minlash, ularning xizmat muddatini uzaytirish va lizing portfeli sifatini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Murojaatlar bilan ishlash tizimiga to'xtaladigan bo'lsak, 2026-yilning 1-choragi davomida jamiyatga jami 60 ta jismoniy va yuridik shaxslardan murojaatlar kelib tushgan. Ularning 42tasi Prezident virtual qabulxonasi orqali, bittasi elektron pochta orqali, bittasi ishonch telefoni orqali hamda 16tasi yozma shaklda rahbariyat nomiga yo'llangan. Murojaatlarning 41tasi jismoniy, 19tasi yuridik shaxslar hissasiga to'g'ri keladi. Mazmuniga ko'ra 3tasi texnika olish, 5tasi moliyaviy mablag'larni qaytarish, 52tasi boshqa masalalarga oid murojaatlardan iborat. Ko'rib chiqish natijalariga ko'ra 34 ta murojaat qanoatlantirilgan, 26tasi yuzasidan esa tegishli tushuntirishlar berilgan. Yuqoridagi ko'rsatkichlar O'zagrolizing aksiyadorlik jamiyati tomonidan amalga oshirilayotgan tizimli islohotlar, xalqaro hamkorlikni kengaytirish, texnika bilan ta'minlash darajasini oshirish hamda raqamli monitoring tizimlarini joriy etish borasidagi ishlar izchil davom etayotganini ko'rsatadi. Bu esa o'z navbatida mamlakat agrar sektorining barqaror rivojlanishi, ishlab chiqarish samaradorligining oshishi va fermer xo'jaliklari iqtisodiy salohiyatining mustahkamlanishiga ham xizmat qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.